Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar bayrami barchangizga muborak bo'lsin. Mening qarshimda turgan go'zal ayol aslida pedagog. Bugungi kunda haydovchi o'qituvchi degan nomini Buxoro shahrimizga taratgan. Eng yaxshi, shijoatli, faol, shirin so'zli, hammani bir xil ko'zda ko'radigan va o'z kasbining ustasi desam mubolag'a bo'lmaydi. Mening suhbatdoshim Aziza Tosheva Ergashovna bo'ladi. Azizaxon, bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Hammaga bayramlar muborak Rahmat. bo'lsin. Aziza, men bilaman, bu pedagoglar eng avvalo bor diqqatini o'qituvchi bo'lib turib o'quvchiga beradi-da. Diqqat o'quvchida bo'ladi. Keling, o'quvchilaringiz haqida birinchi faxrlanib gapirib bering. Chunki sizdagi yo'nalish sinf xonasida dars o'tadigan o'qituvchi pedagogdan ancha farqi borda. Siz yo'lda yurib gapirib o'rgatib ketasiz. Shu uchun ham aynan sizga aytdimki, o'quvchilaringiz haqida gapirib bering. Men 19 yildan beri instruktorlik qilaman Buxoroga. Men shunaqa faxrlanaman avvalambor. Bu oddiy kasb emas. Shunaqa hamma o'ylaydi yengil, bunday kulib nima qilaman, lekin o'quvchilarimni ko'nglini olishim kerak. Har xil insonlar keladi menga. Yaxshi, yomon, har bir o'zi nimasi bilan. Lekin shu darajaga nima qilamanki, har bir uni xarakteri bilan ishlayman birinchi ochratka. Keyin diqqat bizga eng ko'p yo'lga bo'ladi. Telefon bo'ladi, boshqasi bo'ladi, signal bo'ladi, har xil haydovchi bor. Lekin diqqat bilan yo'lga. Yo'l umuman nima emas, o'yin emas bu. Yo'lga qanday yaxshi boshlasangiz, o'shana ketadi. Men faxrlanaman o'quvchilarim bilan. Bu menga imенно son kerak emas, sifat kerak. Men sifat bilan o'rgatamanki, faxrlanib, o'quvchilarim har biri motion olib yo'lga chiqaraman. Yo'lga chiqarmasam qo'ymayman. Yuzlab, minglab o'quvchi o'rgatgan bo'lsam, shundan, например, 90% ni yo'lga chiqaraman. 10% chiqmasa ham 90% bemalol chiqadi. To'g'ri. Men Azizani to'g'risini aytsam, internet tarmoqlari orqali ham kuzatib boraman. Aslida go'zal ayolni 10 yildan beri taniyman. Keyingi yillarda internet tarmoqlarida eng ko'p atrofda bo'ladiganlar bu uning shogirdlari hisoblanadi. Shu sababli ham bayram oldi men dugonamni taklif etganman. Yurtimizda har doim e'zoz bilan kutib olinadigan va ustozlarimizni hurmat bilan davralarga taklif etadigan shunday bayram borki, 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni hisoblanadi. Ushbu bayram bilan Aziza hozir barchalaringizni tabriklaydi. Marhamat. So'z berganingiz uchun rahmat. Avvalambor meni dunyoga keltirgan ota-onamni tabriklayman. Onam meni o'qituvchilar, onajon, shunday dunyoga keltirganingiz uchun katta rahmat. Mingdan ming rozi, mingdan ming